Türkiye'nin diplomatik tirishchanligi bilan Rossiya Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov bilan Ukraina Tashqi ishlar ministri Dmytro Kuleba Rossiya-Ukraina urushi boshlangandan buyon tunji qatim bir yerga jam bo'ldi. Turkiya Tashqi ishlar ministri Mavlut Çavuşoğlu Rossiya va Ukraina Tashqi ishlar ministrlarini Antaliyada bir yerga jam qildi. Ukraina Tashqi ishlar ministri Kuleba uch taraf uchrashishdan keyin bergan bayonotida o'zlarining Rossiya bilan urush to'xtatishda hech qanday ilgirlash hosil qila olmaganligini aytdi. Rossiya Tashqi ishlar ministri Lavrov Putin Helsinki uchrashishi haqida to'xtalib mundaq dedi. Putin hargizmi uchrashishdan o'zini qochirmaydi. Amerika Avam Palatasining umumiy majlisida Ukrainaga yordam berish planini o'z ichiga olgan va hukumatni 30-sentabrgacha mablag' bilan ta'minlaydigan 1.5 trillion dollarlik xomjot qonun loyihasi 69 ga qarshi 361 ovoz bilan qabul qilindi. Ukrainaga berilgan 13 milliard 600 million dollarlik yordam mablag'i Ukrainaga harbiy yordam berish va kechish majbur bo'lgan ukrainalik musofirlarni qo'llashni o'z ichiga oladi. Xitoy bilan egilik huquq talash tortishi davomlashayotgan Tayvanning mudofaa ministri Chiu Guoqiang Beijingning Tayvanga hujum qilishi har ikki tarafga ofat elib keladi dedi. Chiu muxbirlarning savollariga javob berganda, ularning Tayvan bo'g'ozi va atrofidagi harbiy harakatlarini astoydillik bilan nazorat qiladiganligini bayon qildi. U mundaq dedi: "Bundaq bir urushning har qaysi taraflarini astoydil o'ylash kerak, chunki bu urush ig'ir falokatlik elib keladi." Aqsaray bayonotchisi Jin Pisaki Rossiyaning Amerikaning Ukrainada ximiyalik va biologiyalik qurol ishlab chiqarganligi to'g'risidagi ayblashini rad qildi hamda Rossiyaning Ukrainada ximiyalik yoki biologiyalik qurol ishlatishi mumkinligini ogohlantirdi. Rossiya hukumati yil oxirigacha texnika, telegraf, davolash, mashina, dehqonchilik va elektr uskunalari eksportini vaqtincha chekladi. Rossiya hukumatining yozma bayonotida 200 dan ortiq mahsulotning 2022 yilning oxirigacha vaqtliq cheklanganligi e'lon qilindi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 8 mart hukumat belgilagan ba'zi mahsulot va xom ashyolarni eksport qilishni cheklash buyrug'iga imzo qo'ygan. Shvetsiya davlat mudofaa ministri o'zining vazifa o'tash muddati jarayonida davlatining Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga qo'shilmaydiganligini aytdi. U Shvetsiyaning Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga a'zo bo'lishni taqozolik bilan kutmaydiganligini bildirib, Shvetsiyaning har vaqt harbiy mudofaa ishlariga eng ko'p mablag' soladiganligini hamda davlat ichi ishlab chiqarish umumiy qiymatining 2%ni mudofaa ishlariga taqsim qiladiganligini aytdi. Amerika Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq komissari Michel Bacheletning Uyg'ur elidagi ziyoratining to'solg'usiz va cheklimisiz bo'lishiga kafolatlik qilishga chaqirgan. Amerikaning Janvadagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh shtabida doimiy turishliq elchisi Shiba Kroker Xitoydan bu ziyoratning to'solg'usiz bo'lishini talab qilgan. U yana mundaq degan: "Bu ziyoratning ishonchlik bo'lishi uchun Michel Bachelet cho'qim Sharqi Turkistondagi bir turkum Uyg'urlar va boshqa etnik guruhlar bilan xususiy holda uchrashishi kerak. Qabihlik yuz berayotgan va majburiy emgak borligi xabar qilingan joylarga to'solg'usiz kirilishi kerak." U yana Bacheletni Uyg'urlar haqidagi dokladini e'lon qilishga chaqirgan.